Demak, bu yerda ketdi do'stlar. 12-insho turi do'stlar. Uzr, explanation essayning 12-inosi essayi. Sizlar bilan IELTS 0 task 1 essayini ko'ryapmiz. Task 1ning nomi explanation essay. Ya'ni tushuntirish. Aytyapti, your parents will be celebrating their 50th anniversary next month. Ota-onang kelasi oyda deyapti, 50 yillik yubileyini nishonlaydi. Ya'ni turmush qurganiga 50 yil bo'libdi. You are planning a big celebration, but you are not sure how to make the occasion really memorable. Siz deyapti, ya'ni siz o'zingiz juda ham katta nishonlashni reja qilyapsiz. Ammo bu tadbirni qanday qilib esda qolarli qilishga ishonchingiz komil emas. But you have a friend who can help you. Ammo sizning do'stingiz bor, senga yordam beradi. O'sha do'stingizga nima yozing? Xat yozing. U kim ekan o'zi u? Julia. Nima ekan? Event planner degani shu tadbir o'tkazadigan otarchi ekan, professional darajada. Shu to'yshunos olima. To'yshunos olima ekan o'sha Julia. Shunga deb xat yozyapti. Xatingda tadbirda nima uchun muhimligini tushuntirib o't va unga yordam haqida so'ra. Set up a time to meet your friend to discuss your plans. Rejangni muhokama qilish uchun do'sting bilan aniq vaqt belgilab ol, uchrashishga deyapti. Bundan ortiq oson narsa bera olmayman. Bu mashina mavzuku. Hammaning ota-onasi bor, Xudoga shukr. O'shanga xat yozasan ekan. Juliaga, dear Julia, bu qanday essay turi do'stlar? Informal. Nimaga? Chunki do'stingizga yozyapsiz. Bu essay turida qisqartmalar mumkin. Don't, doesn't, isn't, aren't deb bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ketdik. Umid qilamanki sen qarang, hope you deb boshlayapti. I hope you bo'lishi kerak-ku. To'g'rimi? Formal bo'lsa. Hope you are doing excellent. Umid qilamanki ishlaring 5. I'm writing this letter because I need some advice from a professional event planner like you. Men sizga bu xatni yozishimdan maqsad sizga o'xshagan professional to'yshunosdan nima maslahat olish. Va men I need it because my parents are going to celebrate their 50th wedding anniversary soon and I just don't have a clue about how to this occasion a memorable one. Qisqasi aytyapti, menga deyapti, menga o'sha maslahat kerak, chunki ota-onam 50 yillik to'yi munosabati bilan yubiley qilmoqchi yaqin orada. Ammo menda unga reja yo'q va men bu tadbirning nima esda qolarli bo'lishini xohlayman. By the way, bundan tashqari degan bo'lsa, mana bu. Nima degan ekan? By the way degan, bundan tashqari ham degani, by the way, what is your name degani, masalan, by the way deng o'zbekchasi ismi kelmay qoldi. Bundan tashqari emas. Aytgancha degan. Aytgancha degan, aytgancha. Yozib qo'yinglar. Aytgancha degan. Aytgancha isming nima edi deydi-ku o'zbek tiliga aytgancha 100% tarjimasi aytgancha. Tushunarlimi? Masalan, bitta do'stingiz bilan uchrashdingiz. By the way, what is your name again deydi. Aytgancha yana ismingizni qaytarib yubora olasizmi degan. Tushunarlimi? Aytgancha bu 50 yillik yubiley deyapti. Juda ham maxsus tadbir mening ota-onam uchun. Chunki ular 50 yil davomida o'sha turmush qurgan 50 yil davomida yaxshi kunlar va yomon kunlarni boshidan o'tkazishdi va ularning sevgisi hali bir-biriga nisbatan sof holatda turibdi va chuqur ekan. Tushunyapsizmi? Ular turmush qurgandan beri. Albatta, mening planlarim bor ularga ajoyib, mukammal sovg'alar sotib olishga va create a slideshow full of their memories. Ularga deyapman, kompyuterda rasm o'tkazadi-ku, slideshow yoki videoga o'xshagan narsa, o'sha hayoti davomida qilgan o'sha rasmlardan slideshow qilib bermoqchiman. But I'm not too sure if that will go with the appeal of such a grand occasion. Ammo mening ishonchim komil emas. Bu tadbirga shu qilayotgan narsalarim mos tushadimi yoki yo'qmi? Besides, bundan tashqari, I'm still undecided where zo'r fe'l. Undecided nima degani? Qaror qilmadim deyapti. Men hali ham qaror qilmadim where to organize event. Tadbirni qayerda o'tkazishni, how to decorate the venue and whom to invite. Qanday qilib o'sha bazm o'tkazadigan joyni dekoratsiya qilish va kimlarni taklif qilishni hali qaror qilmadim deyapti. Dahshat. 4 ta 5 ta gapni bitta gapga shuni tiqib o'ryapti. Ha? Zo'rmi o'zi?
So please meet me the day after tomorrow. Iltimos, men bilan nima ertadan keyin uchrash. Soat 5da ofisingda. So that I can discuss my plans with you while also borrowing some of your expert ideas to turn this grand event into a successful one. Va men o'zimning rejalarimni sen bilan muhokama qilaman va bu katta tadbirni ajoyib omadli bittasiga aylantirishga sening fikrlaringni qarzga olib turaman. Eng yaxshi tilaklar ila Linda. Tushunyapsizlarmi? Salomat bo'linglar. Mana shu yerda essayimiz tugaydi. Bironta ortiqcha narsa yo'q. Qaytaga qiziq bo'lyapti. Shunday to'qish kerak. Yoki bo'lmasa siz menga aytdingiz, bitta Shahnoz aytdi, yaylovda o'tkazsakchi dedingiz, ha? Как ana kinolardagidaymi? Sizchi? Siz nima? U bo'lmaydi aka. Bundan oson agar men shuni IELTS'larga bersam, IELTS'lar shuni tishlab boshini yulib tashlaydi, bor-ku. Shu tishlab nima qiladi? Boshini shuni yulib o'tibora. Simbadagi Mufassam taniysizlarmi? Shunday tushunyapsiz. Ha do'stlar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr. Rahmat. Bum.